Assalomu alaykum. What's up guys? Bugun sizlar bilan bugun qiziqroq mavzu ko'ramiz. Qanaqa desanglar, Active Directory'ni buzish. Ya'ni Active Directory haqida o'sha Nmap'da scan qilayotganimizda yoki bo'lmasam o'rtada nimanidir brutforce qilayotganimizda yoki nimadir ish qilayotganimizda o'rtada tarmoq almashuvi paytida hammasi haqida ma'lumot berib ma'lumot berib boraman. Xo'p, demak biza qisqa ma'lumot berib o'taman. Active Directory bu tashkilot va kompaniyalar o'rtasida foydalaniladigan texnologiya bo'lib, u fayl share qilish uchun qulaylashtirilgan, har bitta yuzerga kerakli privilege berilgan bitta texnologiya va u 2000-yilda ishlab chiqilgan Windows Microsoft tomonidan va hozirgacha ishlatilib keladi. Odatda banklar, katta tashkilotlar foydalanishadi va unda maqsadi bir to'la kompyuterlarni bitta domen ostiga biriktirish va ularni bir-biriga bog'lash va ular orqali fayl almashish, ularni bitta domen boshqarib turadi va ularga policy'lar, privilege'lar, kerakli mana shu ishlarni qilmasin degandek policy'lar belgilab boriladi. Ya'ni ruxsatlar belgilanadi domen tomonidan, domen admin tomonidan. Demak, biza endi maqsadimiz target bor. Demak, targetimiz mana bu. Ko'rib turibsizlar, Windows, chunki Active Directory Windows tomonidan, ya'ni Microsoft tomonidan ishlab chiqilgan va buni biza domen admingacha chiqishimiz kerak. Admingacha chiqishimiz kerak. Ya'ni Linuxda rootgacha chiqardik-ku, bunda domen admingacha chiqishimiz kerak. Ikkita flag bor doimgidek, user flag, root flag va o'sha ikkalasini topishimiz kerak bo'ladi. Hop, demak, endi birinchi qiladigan ishimiz bitta ssenariy tuzamiz. Sizlar bilan bu qiziqroq bo'ladi. Ssenariy tuzamiz. Ssenariy qanaqa? Tasavvur qiling, bitta bankni buzmoqchimiz. Ya'ni qanaqadir bank. Nomi nomiga nima qo'yamiz? Xo'p, nomni yo'lga ko'rib yaratib olamiz. Xo'p, demak bitta bankni buzishimiz kerak. Bankda xodimlari bor va bankni umuman tizimini egasigacha chiqishimiz kerak. Bankni eng katta yuqori cho'qqisiga chiqishimiz kerak. U yerdagi kompyuterlarni hammasiga access olishimiz kerak va hammasini boshqara oladigan darajada bo'lishimiz kerak. Guruhlar, policy'lar belgilashimiz kerak. Xohlagan fayllarimizni o'qib olishimiz kerak bankda. Ssenariy shunaqa. Demak, men bankda ishlamayman. Ya'ni bu ssenariydagi, ya'ni real bank deb o'ylamanglar. Shunchaki men mana bu yerda ishga tushirganman. Xo'p, ya'ni ssenariy qanaqa? Bankda ishlamayman va men bankka keldim. Bankni pastida bitta kompyuterda yoqib qo'yganman. Bankni oldida bitta kafe bor. Kafeda o'tirganman. Bitta tarmoq ostidaman. Wi-Fi'ni buzib kirganman. И так далее. Xo'p, demak, men bank xodimlaridan bittasi bilan tanishman. Sal ortada gapimiz bor va u menga aytgan bankni kompyuterlarini, ya'ni bankni Active Directory 08 MAC adresda boshlanadi degan. Bo'ldi, shu ma'lumotni bilaman. MAC adresda boshlanishi 08. To'g'ri, MAC adres haqida bu bitta sensitive datalardan bittasi, ya'ni MAC adresini bilish nisbatan real pen testinglarda bo'lmaydi. Ну, man hozir meshni ishga tushirganim uchun ssenariyni shunaqa tuzdim. Xo'p, demak, MAC adresini bilaman, MAC adresdan boshlash 08 haqidagi IP'ni ham bilaman. Demak, IP'ni aniq qilib olishim kerak. Men bitta tarmoq ustidaman, Active Directory bilan va tarmoqni scan qilaman. Demak, sudo rf scan -l beraman va grep berib, ya'ni natijalar ko'p chiqadi. Tarmoqda ko'p qurilma bor va menga keraklisi kerak. Ya'ni 08 bilan boshlanadigan IP'lar top. Xo'p, demak, rp scan qilamiz. Demak, 08 bilan boshlanadigan, ya'ni MAC adresi 08 bilan boshlanadigan IP mana bu. Demak, bu Active Directory. Demak, kopiya qildim. Qilib tashlayman, bitta nod ochib olaman o'zim uchun va bunga IP'ni yozib tashlayman. IP yozib qo'yaman. Xo'p, demak, nima qilishimiz kerak? Bu pejni hozir men scan deb yozay, chunki faqat nmap scan qilmaymiz-da biz. Boshqa amaliyot qilamiz. Demak, scan deb nomladim. Demak, boshqa doimgidek nmap scandan borib qilamiz qiladigan ishlar. nmap IP'ni beraman va enter. Nimaga bunchalik tez gapiryapman, nimaga bunchalik shoshilyapman? Sababi Active Directory'ni domen kontrollergacha chiqish uncha-muncha emas. Ya'ni
ancha vaqtimizni olib qo'yadi. Shuning uchun ham iloji boricha tezroq gapirib, iloji boricha tezroq buzib, videoni qisqaroq qilmoqchiman. Va zerikib qolmaysizlar buning uchun. Agar tez bo'lib ketayotgan bo'lsa va Active Directory nimaligini bilmasanglar, men Active Directory haqida video tahliyman, xudo xohlasa yaqinda va Active Directoryni qurib ko'ramiz o'zimizni qo'lda. Active Directory nimaligini va o'zi qanday ishlashi haqida o'rganamiz. Xo'p, qisqacha ssenariyimizni davom ettiramiz. Xo'p, bankka nima deb nomlaymiz? Mm, mm, Keldi shunga bankka bitta nom uchun ChatGPTdan so'rab ko'ramiz. Demak, menga bitta example ssenariy qilaman. Film ishlab olsam bo'ladi demak. ChatGPT hozir. Hop, menga men bank yaratmoqchiman. Men hop, demak, bankimizga nima nom qo'yarkanmiz? Klassik nomlar: Ishonch banki, Millat banki, Trust, Capitalist, Prime bank. Kelinglar, Hacktivist degan bank yaratamiz o'zimizni nomimizga, kanal nomimizga. Demak, Hacktivist degan bank bor, va u bankda xodimlar bor. Active Directory qanday ishlashini boshida gaplashib o'tamiz. Xo'p, demak, Active Directory qanaqa texnologiya? U butun boshli katta tashkilot bo'ladigan funksiyalar bo'ladi, kompyuterlar bo'ladi va o'sha kompyuterlarni bir-biriga bog'lovchi tashkilot, ya'ni tashkilot. Shu narsa hop, demak, ularni bir-biriga bog'lab beradigan texnologiya Microsoft tomonidan ishlab chiqilgan texnologiya va u uni o'zi ham ikkita texnologiya bo'yicha ishlaydi. Kerberos va NetNTLM. Demak, Kerberos nima? U tizimga autentifikatsiya qilishni vazifasini bajarib beradigan texnologiyalardan bittasi. Demak, biz gapirgunimizcha anime result-imizda chiqib qolibdi. Men ancha kutib qolamiz deb o'ylagandim, shuning uchun ssenariyni cho'zmoqchi edim. Okay, yo'l-yo'l aka, yana sken yoki brute force jarayonida cho'zaveramiz. Demak, portlarni tahlil qilamiz. Port 53-port bu domenni bildiradi, ya'ni Active Directory'ligini anglatib turadigan, domenda ishlab turgan, Active Directory domenda ishlab turganligini anglatadi. Hop, demak, 88-port Kerberos. Boshida aytganimdek, Active Directory ikkita texnologiyadan foydalanadi dedim. Kerberos va NetNTLM. Bu autentifikatsiya uchun bitta texnologiyalardan bittasi, ya'ni hop, authentication photo deylik. Yoki bo'lmasam o'zimizda Active Directory'ni ko'rsataman. Demak, mana shu hop, demak, Active Directory kompaniyalarda qanaqa ishlaydi? Bir to'la xodimlar bo'ladi. Ssenariy tuzib tashlaymiz yana. Demak, call operator bo'ladi bankda, kiberxavfsizlik xodimi, IT отдел или admin, sysadmin, ya'ni system admin, butun tizimni boshqarib turuvchi, ya'ni mana shu Active Directory'ni boshqarib turuvchi shaxslar, shaxs demayman, shaxslar, chunki ular ham bo'linib ketadi sohalar. Demak, keyin menejerlar bo'lishi mumkin. Hozircha 5 ta yetadi. Xo'p, demak, har bitta men call operatorlikka yangi ishga keldim desak, menga system admin tomonidan menga parol va user beriladi, ya'ni domendagi bitta user beriladi. Domenga bog'langan bitta user beriladi va o'sha userni mana bu men o'sha Active Directory'ga bog'langan istalgan kompyuter, hamma kompyuterlar bir-biriga shunchaki o'sha mana login pejida turgan bo'ladi. Istalgan bittasiga shunday o'tiraman, shunchaki stolga o'tiraman va hozir users deb yozib, bu yoqqa o'zimni username yozaman. Misol uchun a nuqta men call operatorman. Demak, unga mos nom qo'yiladi odatda call operator. Operator deb xullas yozaman, username, parolimni yozaman va tizimga kiraman va o'zimni oynam ochiladi ekan. Agar men
ITADLda ishlasam va unga login qilsam o'zimni yuzername bilan o'zimni ITADLga kerak bo'ladigan o'sha o'zimni kompyuterim ochiladi. Ya'ni domendagi o'sha o'zimni homim ochiladi desa ham bo'ladi, qisqacha qilib aytganda. Unga chuqurroq kiramiz alohida video ishlab chiqqanimda. Active Directory qanaqa ishlaydi, nima edi u o'zi, qanday tiklasak bo'ladi, qanday qursak bo'ladi. Hop. Demak, portdan scan otgandik. Demak, Kerberos boya aytgandek o'sha autentifikatsiya mana bu loginni beradigan, mana shu login page, ya'ni loginni qila oladigan qilib beradi. Ya'ni o'shani vazifasi, Kerberos vazifasi, NetNTL ham shu, NTL ham shunaqa. Ya'ni men user va parolni bilaman, o'tirdim, login qildim va unda login qilganimda o'sha Active Directory'ni asosiy anaqa Kerberosga so'rov yuboradi. Ya'ni tiket oladi, ularni ham gaplashamiz hali tiketlar haqida. Xo'p, ya'ni u bizaga mana shu user tomonidan Active Directory'ga login qilishimizni amalga oshirib beradigan bitta texnologiya. Xo'p, demak, keyingisi 135 tanish portda, ya'ni SMB, SMBni haqida kelyapti bizni 445, aytdimmi SMB deb. Hop, demak, ya'ni file share boshida aytganimdek Active Directory file share'lar uchun, ya'ni faylni share qilish uchun ishlab chiqilgan asosan file share policy'lar, ya'ni policy'lar sababi Active Directory'da agar men call operator bo'ladigan bo'lsam, butun boshli Active Directory'da hamma fayllar share qilib qo'yiladi momentda. Faqatgina o'zimni privilege'im yetadigan faylni ochib o'qib olishim kerak. Misol uchun, credential'lar misol uchun pasportlar haqida ma'lumotlar share qilingan va men operator bo'lib turib pasportlarni o'qiy olmasligim kerak. O'sha share qilingan faylni o'qiy olmasligim kerak. Yoki bo'lmasam, men shunchaki call operatorman. Hech qanaqa vazifam yo'q. Shunchaki telefonni olib telefon qilishim kerak. Excel fayldagi ro'yxatdagi ismlarga telefon nomerlarga va menga hech qachon CMDni ochish menga kerak bo'lmaydi. Chunki call operator qachon ko'rgansizlar CMDni ochib komand bajarib o'tirgan yoki sistem komandlarini bajarib o'tirgan. Yo'q, shart emas u narsa. Shuning uchun ham har bitta o'sha xodimga o'ziga bir policy belgilanadi admin tomonidan. Misol uchun, operatorlar mana shu narsalar qila olmasin. Brauzerdan ortiqcha saytlarga kirmasin, qanaqadir narsalar yuklab olmasin, qo'shimcha misol uchun ya'ni yuqali faylni yuklab olmasin brauzerdan yoki bo'lmasam terminalda ocha olmasin, CMDni yoki bo'lmasam boshqa bir policy, PowerShell'da ocha olmasin. Shunga o'xshash policy'lar belgilab qo'yiladi admin tomonidan va o'sha ishni qila olmaydi kompyuterda o'sha xodim. Bu narsani qayerda ko'rasizlar? Alisher Navoiy kutubxonasi bor. Borib ko'ringlar. Masalan, o'sha kutubxonaga borib ko'rasizlar. O'tirganinglarda kompyuterga, ya'ni kompyuterni yoqasizlar, shunchaki o'sha kompyuterlar bor joyga o'tirganinglarda sizlarga faqatgina privilege'lar berilgan bo'ladi. Misol uchun, brauzerda xohlagan narsanglarni search qila olasizlar, lekin install qilayotganda ruxsat so'rash kerak misol uchun yoki bo'lmasam terminalni ochishga imkoni yo'q. Shunaqa qilib qo'yishgan. Ya'ni kutubxona, katta kutubxonada istalgan odam kirishi mumkin, chiqishi mumkin. Misol uchun, men haker bo'ladigan bo'lsam, ichiga kirib turib, nimadirlar qilmasligim kerak terminalda. Shuning uchun ham bularni himoyasini qilish maqsadida shunaqa Active Directory'da policy'lar belgilab qo'yilgan har bitta kompyuterga. Demak, davom etamiz, cho'zilib ketdi. Xo'p, fayllarni share qiluvchi protokollar ishlab turibdi bizada. Qolgani haqida gaplashmaymiz, chunki qolgani o'sha hozir gaplashdik, videomizda cho'zilib ketadi, shu bilan cho'zilib ketdi. Ya'ni Active Directory qurganimizda har bittasi haqida bittalarga to'xtalamiz. Bizga hozir kerakli portlarni scan qilamiz, kerakli portlardan foydalanib, zaiflikni aniqlaymiz. Negaki mana bu portlarni ishlatmaymiz deyapti. Faqat keraklaridan foydalanamiz. Xo'p, chuqurlashmaymiz. Xo'p, demak, birinchi qiladigan ishim, ya'ni biz uchun kerak buni. Xo'p, SMB ochiq. Demak, SMB client quraman. SMB client orqali doimgidek -l list, demak, / IP ni berishim kerak. IP ni kopiya qilgandim, demak, yopaman. Xo'p, demak, -n guest user sifatida ulanishga harakat qildim, lekin ulanish muvaffaqiyatli bo'lmadi. Ya'ni
Telefon muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Chunki agar istalgan odam SMBda share qilingan faylni ko'ra olsa, u xavfsizlik jihatdan yaxshi emas. Shuning uchun ham bunga kirolmadik. Xo'p, demak, bizda SMB ochiq va SMB orqali, ochiq SMB orqali tizim haqida ma'lumot to'plasak bo'ladi. Qanaqa ma'lumotni? Domenni nomi nima? Ya'ni Active Directory qanaqa domenda ishlab turibdi? U Windows qaysi versiyasida foydalanilgan? Windows 10mi, 11mi, 8mi? 8 qaysi versiyasidan foydalanilgan, hostname haqida ma'lumotlarni aniqlab olsak bo'ladi. Ya'ni SMBga so'rov yuborish orqali hech qanaqa login qilmasdan turib. Qanday qilamiz buni? Netexec komandadan foydalanamiz. Demak, SMBga shunchaki so'rov yuborgan. Enter bosaman. Demak, so'rov yubordi va natijasi ham keldi. Ya'ni netexec qanday ishlaydi? U juda TrackMap execni yangi versiyasi, yangiroq versiyasi, ko'proq optional, ya'ni ko'proq opsionlarga ega chiqqan versiyasi desek ham bo'ladi, lekin TrackMap exec ham ishlaydi. Hop, demak, bu nima qiladi? Targetga so'rov yuboradi va undan qaytayotgan javobni tahlil qilgan holatda target haqida xulosa chiqaradi. Ya'ni bizada hostname controller o'sha 445 bo'ldi SMB bo'lgani uchun. Xo'p, demak, bizada aniqlangan narsa Windows 10, ya'ni Windows 10-versiyada ishlab turibdi. Demak, server 2019 build 17763. Bu versiyasi, ya'ni server 2019 versiyasi va x64 arxitekturasidan foydalangan. Ya'ni arxitektura biz uchun nimaga kerak? Arxitekturani kerakli joyi, ya'ni biza eng past darajali user bilan kirsak, keyinchalik privilege escalation uchun yoki bo'lmasa persistent bo'lishimiz uchun tizimda qanaqadir bitta persistent dastur yaratib qo'yishimiz kerak. Keyinchalik yana kirishimiz uchun kompaniyaga. Buning uchun biza любой dasturni olib kirib qo'ya olmaymiz. Misol uchun, agar arxitektura 32 bitli bo'ladigan bo'lsa, men hech qachon 64 bitli faylni olib kelib tashlay olmayman. Chunki ishlamaydi. Shuning uchun ham bizga arxitekturasini bilishimiz kerak. Agar 32 bitli bo'lganida, men agar tizimga shell olganimda yoki tizimga kirganimda persistent bo'lish uchun tizimda keyinchalik boshqa ishlarni yoki pivoting yoki shunga o'xshash boshqa, misol uchun, kompaniyani ichidagi boshqa domenga ulanmagan qurilmalarni aniqlashim uchun doim o'sha kompaniyada ichki qolishim uchun men u yoqqa bitta o'zimga user yaratib olishim kerak yoki bo'lmasam persistent bitta ishga tushirsa, o'sha admin qo'yib beradigan bitta dastur yaratib ketishim kerak va uni bilishim uchun menga arxitekturasini bilishim kerak. Demak, arxitekturasi aniq 64 x64 da 64 bitli dasturlarni qabul qilar ekan. Demak, domenni nomi control.next, demak buni kopiya qilib olishim kerak, chunki domen kerak biza odatda domen bilan ishlaymiz. Demak, buni kopiya qilaman, notimizga yana yozamiz. Demak, domen nomi shu. Demak, signature true, ya'ni xavfsizlik ta'minlangan, false ilib qo'yilgan. Hop, SMB version 1 false. Hop, demak, endi netexecda ma'lumotni oldim. Ikkisiga ursam ham bo'ladi. Hop. Demak, targetimizda nima ishlab turibdi? Bitta aniqlab olamiz. Demak, LDAP bor. Demak, LDAP qanaqa protokol, qanaqa servis desak ham bo'ladi. LDAP bu nima? LDAP orqali biza domendagi, ya'ni Active Directory'dagi userlar, grouplar, policylar haqida ma'lumotlarni olsak bo'ladi. Ya'ni ma'lumotlar o'g'irlasak bo'ladi. Mana shunaqa ma'lumotlarni, userlarni nomlari, policylar, grouplar nomlari haqida ma'lumotlar o'g'irlab olsak bo'ladi. Bu bitta bizaga yordam beradigan bitta hint desak ham bo'ladi. Yana nima bor bizada? Keybase W5 bo'lishi mumkinligi haqidagi so'rov. Ya'ni bu hol to'liq aniqlanmagan, ehtimoli bor debdi. Okay, bizada Kerberos bor. Demak, Kerberos bo'lgandan keyin Kerbrut nomli dasturimiz bor. Ya'ni u userlarni brute force qilsa bo'ladi u dastur bilan. Ya'ni bizada agar WordPress bo'ladigan bo'lsa, user WordPressni yasab olsak o'zimiz uchun, ya'ni targetni enumeration qilgan holatda user WordPress yaratib olib, o'sha userlarni har bitta nomi bilan targetga so'rov yuborib, user bor yoki yo'qligini aniqlab olsak bo'ladi. Hech qanaqa parollarsiz, ya'ni hech qanaqa tizimga kirmasdan. Qanday aniqlaymiz? Ya'ni
Kerberoute'ning user enumeration nomli e, anaqasi bor, nima deydi, parametri bor. O'sha parametr orqali yuzerlarni sanab chiqsak bo'ladi. Ya'ni wordlist orqali. Xo'p, demak, uni ham qilamiz. Okey, birinchi ldep qilib ko'raman. Okey, demak, ldep. Demak, ldep bilan ma'lumot aniqlab olaman. Demak, ldep search ekan nimani hop, dash x beraman, dash h beraman. Demak, dash h bilan IP berishim kerak. ldep ikkita slash slash IP'mizni mana bu yerda IP'ni olmaydi. IP'miz mana bu. Xo'p, demak, dash s optioni bilan o'sha nima desa bo'ladi? Base berishim mumkin. Baza berishim mumkin. Shu domen ya'ni databazadan foydalanadi, database'dan foydalanadi va unda yuzerlarni ma'lumotlari saqlanadi. O'sha aytganimdek yuzerlar haqida ma'lumotlar, policylar, guruhlar haqida ma'lumotlar saqlanadi va o'sha base option bilan beraman nimani naming context optionini, ya'ni parametrini beraman. Ya'ni bu nima qiladi? Mana bu IP'dagi hamma domenni ichidagi hamma naming contextlarni, ya'ni kerakli ma'lumotlarni, ismga oid ma'lumotlarni, ya'ni umumiy hamma ma'lumotni chiqarib beradi. Ya'ni domain name, host name, user policy hammasi haqida SID'sigacha chiqarib berish kerak. Agar bizada anonymous ishlasa, hop, enterda bosganda ishlamadi, ya'ni to'g'ri ma'lumotni chiqarmadi. Control Nix, Configuration Control Nix. Buni ishlamaganini sababi maxfiylik jihatidan ishlamaganligi aniq. Chunki agar bu hozir bizga yuzerlar haqida ma'lumotlar chiqarib tashlaganida, bu Active Directory'imizda to'g'ri sozlanmagan. Ya'ni istalgan odam tashqi tarafdan so'rov yuborgan holatda database'ni ko'ra oladigan bo'lib qolardi. Va u maxfiylik jihatidan ta'minlangan, ya'ni istalgan odam tashqaridan so'rov yuborib, yuzerlar nomi haqida ma'lumotga ega bo'lolmasligi uchun maxfiyligi saqlangan ekan. Hop, okey, demak, bu fokusimizdan ham chiqamiz. Boya aytganimdek, Kerberoot, ya'ni Kerberos tashlab turgandan keyin Kerberoot dasturi bilan brute force qilsak bo'ladi yuzerlar bor yoki yo'qligini. Demak, Kerberoot qilaman. Kerberoot demak, Kerberoot user enum, yuzerlarni sanab chiq, enumeration qilgan user enum nima bizada hop dash domain controllerni, ya'ni domain controllerni user enum qilgan IP'sini berishim kerak bu yerda. Keyin dash d bilan o'sha domain nomini berishim kerak. control.nix dedi domenimizning nomi, to'g'rimi? Ya'ni faylga saqlab olgandik. control.nix IP to'g'rimi? Demak, IP ham to'g'ri. Hop, demak, endi bundan keyin men bu yoqqa wordlist berishim kerak. Ya'ni qaysi wordlistdan foydalanib so'rov yuborib userni bor yoki yo'qligini aniqlasin degan. Menda wordlist yo'q edi. Hozir Rokudan foydalanadi desak, yo'q, Rokudan foydalana olmaymiz. Birinchidan username'da, domainda, ya'ni Active Directory'da odatda I love you yoki bo'lmasam yana qanaqa 1 2 3 4 5 password 1 2 3 degan nom bilan username saqlanmaydida odatda. Shuning uchun ham buni topishimiz ham muammo. Bizada Active Directory uchun username'lar qilingan wordlistlar ro'yxati bor. U GitHub'dan topsanglar bo'ladi. GitHub'da shunchaki search qilsanglar Active wordlist, user wordlist for Active Directory deb search qilsanglar o'zi chiqarib beradi. Xo'p, shuni qilamiz hozir. Demak, user wordlist for Active Directory. Okey, bizada chiqarib berdi. Hop, demak, bir to'la GitHub repolar va ulardan bizga keraklisi qaysi ekan? Qaysi birida ko'proq wordlistlar ro'yxati bor. Hop, okey, bitta zo'r repo topib oldim. Mana bu GitHub repo.
Bunda qanaqa wortlistlar bor? Bu yoqda Kerberos enum user list. Kerberosni bizada ishlatilgan texnologiyani aniqlab oldik-ku. NTLM, Kerberos. Okey. Kerberosda bizada ishlatilgan autentifikatsiya texnologiyasi va word listlar ro'yxatlarimiz ham Kerberos uchun enum, ya'ni sanab chiqish, userlarni sanab chiqish uchun word listlar. Demak, bizada shuncha word list bor. Emas, 500 talik wortlistlar. Bizaga ko'proq katta wortlist kerak. 70 ta emas, 500 ta, 500 ta, 500 ta. Ya'ni 500 tani sanab chiqish bu internet tezligimiz yaxshi, chunki bitta tarmoqda ostidamiz. Hech qanaqa xovflar yo'q. Sanab chiqish bizaga ancha ko'p vaqt olmaydi. Shuning uchun ham men katta wortlistdan foydalanaman. Kattaroq wortlistdan. Hop, bunisidan foydalanamizmi? Bunisidan ham. Hop, bunda qancha so'z bor? Oho! Ancha ko'p ekan, 500 tadan ham ancha ko'p ekan. Demak, mana shuni sanab chiqsak bo'ladi. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, bundagi username'lar boshqacha, ya'ni a nuqta, hill a nuqta, hammasi a dan boshlanadigan userlar. User nomlari. Demak, buni copy qilib olaman. Bu yoqqa o'zimga wget bilan insert olaman. Qiling. Demak, wget bilan insert olaman. ls keldi. Demak, Kerberosni ishlataman. To'xtab keldik. Mana. Bundan keyin wortlist berishimiz kerak. Endi wortlistni mana shundan beramiz. Demak, a beramiz. Okey, endi bu nima qilyapti? Mana shu wortlistning ichidagi har bitta userni so'rab yuborib ko'radi. Har bitta user bilan 88-portiga, ya'ni Kerberos ishlab turgan portiga so'rab yuborib ko'radi. Qaysi user mavjud bo'lsa, o'sha chiqarib beradi. O'shani chiqarib beradi. Hop, buni ozgina kutib turamiz. Hop, vaqtimiz cho'zilib ketmasligi uchun bu videoni to'xtatib turaman. Hop, negadir natijasi chiqmayapti. Bu natijasi chiqmasligining ikkita dalolati bor. Birinchisi target bilan aloqa uzilganda. Ikkinchisi nimaga chiqmayapti bu? Ikkinchisi bizani Wi-Fi'miz o'chib qolganda. Hop, men tarmoqda uzilish. Okey. User telefon. O'qchimiz o'chib qolibdi. Qaytadan ishga tushiraman, o'chib qolibdi. Hop, agar shunaqa holat bo'ladi sizlarda ham meshni ishlayotganinglarda VirtualBox tashlayveradigan odatlari bor. O'chib qolish holatlari bo'ladi. Qaytadan yopib olamiz. Buning uchun yopib olganimizda vaqt ketib qolmaslik uchun Ctrl. Hop, ishga tushirib oldik. VirtualBox'imizdagi o'sha Active Directory'ni kompaniyamiz yana qayta ish faoliyatida kech bo'ldi. Kech bo'lib qoldi. Shuning uchun ham kompaniyamiz ish vaqtini tugatib ketib olgan. Hop, endi qaytadan qilamiz bu narsani. Brute force'da, ya'ni user brute force'da scan to long all valid tushdi IP'sini bir scandan 132 bir scan. Bu is not talking too long. Manimcha bloklayapti userlarni yoki hop, nimaga natijamiz aniqmi? Bo'lganmikan? Mashinamiz yana o'chib qoldi.
Qaytadan restart berib, qaytadan ishga tushirdim. Hop, ko'p o'chib qolyapti bu machine. Hmm, hop, manimcha, yonishini kutamiz. Hop, yongandan keyin qaytadan urinib ko'ramiz boyagi Kerbrudni. Agar o'xshamasa, boshqa yo'l bilan ketamiz endi. Hop, nmapni ham clear qilib tashladim. Bu yerdan qaytadan nmap qo'yib, IP yonsin. Hop, IP'miz nima edi? Hop, manimcha yondi. Applying computer settings. Hop, hozir directory. To'xtatib turib yongacha. Hop, demak Active Directory ham ishga tushdi. Endi ishlayapti. Endi uyaltirib qo'ymaydi odamni degan umiddaman. Demak, nmapsga natijani saqlab qo'ysam bo'larkan. Keyinchalik yana enumerate qilish uchun bizga natijamiz kerak bo'ladi. Hop, Kerbrudni qaytadan ishlataman. Qaytadan ishga tushiraman. Ehtimol bilan IP'si o'zgarmadi. Hop, ishga tushiramiz. Demak, bizga IP'miz ping bor, yaxshi. Demak, Kerbrudni ishga tushiraman. Oh, finally. Hop, demak, userimiz aniqlandi. Yaxshi. B.Levis nomli user aniqlandi. Mana shu domainda Kerbrud, ya'ni mana word listidan foydalanib, har bitta word listidagi so'zni sinab ko'rgan, so'rab yuborib ko'rgan. Mana shu userdan yaxshi natija chiqqandan keyin userdan aniqlandi degan natija chiqaryapti. Demak, hamma word listni ham sinab chiqdi. Bo'ldi, boshqa user aniqlanmadi. Demak, bitta userimiz bor. Hop, user aniqlandi deylik. Endi userni parolni aniqlashimiz kerak. Userni parolni aniqlash uchun bizaga netex SMBda brute force qilsak ham bo'ladi. Okey, o'shani ham qilamiz. Yoki bo'lmasam targetimizni hop, nmap natijasini chiqsin deb turaylikchi. Netexec'da brute force qilish. Google'dan research qilib ko'ramiz. Buning uchun option bor. Hop, demak, how to brute force user, how to use the brute force password to SMB using netexec yoki crackmap exec ham bor. Demak, crackmap execda brute force option qilib ko'ramiz. Demak, crackmap exec search ko'rsam using crackmap exec cheat sheets HTBda, ya'ni Hexaboxda bor optionlar ko'ramiz. Hop, demak, HTB qanaqa optionlar bizada example qilgan ekan. Demak, brute force, okay. Set SMB crackmap exec. Okay. Bu crackmap execni qisqartmasidan foydalanyapti ekan. Katta ehtimol bilan. Hop. Dash no brute force. Continue success. Dash u dash p. Okay, brute force qilsak ham bo'lar ekan.
Demak, biza user aniq. To'xtaylik. Birinchi buni parollarni polisini aniqlab olish kerak. Parollar qanaqa polisida ishlab turibdi. Buning uchun yana Google'dan search qilib ko'ramiz. Policy. Stop. Netext'ni SMB optioni bilan okey. Parol polisisini bilish uchun adashmasam parol kerak bo'lardi. Parol kerak bo'lar ekan. SMBni o'sha SMB orqali netext'dan foydalangan holda Active Directory'da userlar uchun qanaqa password policy o'rnatilgan, ya'ni u Active Directory tomonidan sozlanadida. Misol uchun 8 tali parol qo'yma, 12 tali parol qo'y. Parolingda har xil belgilar bo'lsin, undoq, kuchukcha, shunga o'xshagan belgilar bo'lsin. Bu bitta boshqa harf bo'lishi shart, bitta kichkina harf bo'lishi shart, shunga o'xshagan policylar belgilanadi. O'sha policyni bilib olib turib, policy yaratib, brute force qilsak bo'lardi. Policy'sini bilmaymiz. Xo'p, demak, boyagi optiondan foydalanib brute force qilib qo'yamiz uni. Hop, bizada. Demak, crack map exec. Okey, crack map exec SMBni brute force qilsam, IPni berishimiz kerak undan keyin. Okey, dash u bilan users txt, dash p bilan password beramiz, password list beramiz. Passwordni meni roq yo'qot dedi. Roq txt ni beraman password sifatida. Roq txt, keyin dash continue on success. Success. Ya'ni success bo'lgan javoblarning content or deyapti. Demak, menga hozir buni o'zini bersam. Okey, nima xato? Crack map exec smb users. Okey, uzr. Biza user aniq, nega user txt beryapmiz? Biza user berishimiz kerak. Yuz ichidan birga bir ko'chiribman. Demak, user o'zini beraman. Sabzi. Yana xato. B.Lewis php continue continue on success ekan. Okay, on success. Doimgidek yana qip-qizil so'zlar, to'g'ri bo'lsa to'g'ri, bo'lmasa qizil so'zlarni chiqarib yuboradi, buni bilaman. Shuning uchun ham men bu yoqdan grep qo'shib qo'yaman. Plyusdan. Ya'ni hozir minus degan parol to'g'ri kelmadi degan. Agar plyus bo'lsa, parol to'g'ri. Nimaga continue on success berdim? Nima parol topilgandan to'xtatishim kerak edi-ku? Yo'q. Negaki, expire bo'lgan passwordlar qolishi ham mumkin. Ya'ni bunda o'sha plyus chiqadi, no yam-yashil rangda emas, qanaqadir siyoh rangda chiqadi. Resulti bo'lsa mana bu qizil chiqyapti. Agar to'g'ri parol bo'lsa, yashil parol chiqadi. Agar expire bo'lgan bo'lsa, ya'ni parol to'g'ri, lekin u parolni muddati o'tib ketgan. Policy bo'yicha muddat ham belgilanadi-da, boyagi qanaqa parol berishimizni policysi belgilanardi-yu. O'shanda muddati ham belgilanadi. Ya'ni muddat o'tib ketgan bo'lsa, expire bo'lgan bo'lsa, uni misol uchun expire bo'lgan parol pastroqda bo'lsa va u parol boshqa userniki bo'lib qoladigan bo'lsa, tushib qoladigan bo'lsa, biza o'shani expire bo'lgan parollarni
joyda to'xtatib yuborib, parol topilganini to'xtatib yubormasin degan maqsadda continue on success, ya'ni worklistni hammasini sinab ko'rsin. Expire bo'lgan parolni ham topib chiqarsa roziman deganda. Demak, buni ishga tushiramiz. Undan keyin bu yoqda yana bitta ishga tushirib qo'yishim kerak. Xo'p, demak buni ishga tushiraman. Bu o'zi parolni topaveradi. Xo'p, nmap resultimizga qaytamiz. Demak, nmap resultimizda bizada Kerberosni foydalanilgan, ya'ni autentifikatsiya uchun Kerberos foydalanilgan. Kerberos har bir autentifikatsiya uchun tiketlar bilan almashadi, ya'ni autentifikatsiya uchun tiket beriladi. Uni keyinchalik Active Directory o'zini ko'rib chiqqanimizda tiket nimaligini gaplashamiz. Ya'ni tiket orqali biz autentifikatsiyani amalga oshiramiz. Ya'ni biza hozir tiketni o'g'irlasak bo'ladi. Bitta tool orqali, ya'ni impaketni yo'q, get ump dastur nomi. Impaketda bor bitta dastur bor, Python dastur. Va u orqali biza tiketlarni dump qilsak bo'ladi, ya'ni o'g'irlasak bo'ladi. Qanday? Demak, Python hozir 1 minut. Xo'p, endi o'sha tiketni o'maramiz endi. Mana shu autentifikatsiya bo'layotgan paytda tiketlar almashinadi. Userlar har bir autentifikatsiya qilinganda o'sha tiketni dump qilib olamiz. Bunda bizada impaketni ichidagi Python bitta dastur yordam beradi. Python 3 versiyada ishlaydi. Demak, get get npu source np-users.py dasturi. Demak, bundan keyin domain berishimiz kerak. control.needs username berishimiz kerak, ya'ni qaysi userni hashini dump qilsin, ya'ni o'sha tiketini dump qilsin. Demak, bizada topilgan user qaysi edi? Bitta topilgan edi. b.levis. Buni kopiya oldim. Username beraman. b.levisni -no pass, ya'ni hech qanaqa paroldan foydalanmasin. Ya'ni o'zi odatda autentifikatsiya qilishimiz uchun parol so'raydi. Parol bilan autentifikatsiya qilamiz. Agar parol bo'lmasa no pass berib, ya'ni parolsiz ham qilsak bo'ladi. Xo'p, demak no pass beramiz. 5 DC, ya'ni domain controller IP'si, IP'sini berishimiz kerak. Bizda IP mana bu. Beramiz. Enter bossam, demak Python cannot file. Buni full pizani berishimiz kerak. Chunki bu yoqda bunaqa fayl yo'q. Buni environmentga qo'shib qo'yishim kerak edi, o'zgarmasa environmentga. Demak, buni beramiz. Demak, such file directory. Demak, locate qilishim kerak. Mana bu dasturni topib olishim kerak birinchi. Demak, aniqlab oldim, dasturda full page mana shu impaketning ichidagi examples. Xo'p, demak, mana shu dasturni full page bilan beraman. Bu hozir nima qilyapti? Demak, tiket olindi. Ya'ni mana shu userni tiket ichida parol ham bo'ladi. Mana shu parolda endi mana shu tiketni to'g'ri hashini oldik. Hashni crack qilgan holatda
parolni aniqlab olsak bo'ladi. Demak, bu hashni bitta faylga saqlab olishim kerak bo'ladi. Demak, kopiya qilib oldim. Echo bilan beradi. Echo beramiz. Demak, nima qilsin? Hash.txt deb nomlab olaman. Hash.txt fayliga. Okay. Demak, cat qilib hash.txt ni o'qib olsam, saqlandi. Okay. Endi sizlar inpaket orqali, ya'ni inpaket tool orqali bu yo'q, hashcat orqali uzr. Hashcat orqali bu olingan hashni crack qilsak bo'ladi. Demak, hashcat 5M faqat men bu hash qanaqa tipdagiligini aniqlab olishim kerak. Xo'p, biz ticket Kerberos, ya'ni Kerberosdan yechib olingan Asprey ticket. Kerberos 5. Okay, buni versiyasini aniqlashim kerak. Buning uchun Google'dan search qilamiz. Which type of which type of which type mana bu of hashcat deb search qilib Okay, demak Google AI chiqarib bergani Details hashcat mod 18200. Demak, hashcat uchun mod 18200 dan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Demak, 18200 hashcat -m bilan option, ya'ni hashni type'ini 18200 Kerberosda bo'lganligi uchun. Okay, ikkinchi description, demak shunchaki hashni o'zini beramiz или word list. Demak, men buning uchun hash.txt beraman. Chunki hash.txt ga saqlab oldim. Umumiy hashni berib o'tishim shart emas va word list rockyu home'da bor. Rockyu hashni crack qilishni boshladim. Nimaga ham crack ham qilyapman, ham brute force ham qilyapman, shu narsani tushuntirib o'taman. Brute force qilsam, brute force qilsam, nima bo'ladi? 14,5 millionta parolni tarmoq tezligi bo'yicha, ya'ni aytmoqchimanki, tarmoqni tezligi bor. O'sha tarmoq tezligi bo'yicha brute force qiladi. Ya'ni 14,5 millionta parolni brute force qilish uchun ancha ko'p vaqt ketadi. Buning uchun tarmog'inglar tez ishlash kerak. Yani target bilan so'rov almashish juda tez bo'lishi kerak. ISMP paketlar ping yuborasizlar, o'shani juda tez almashish kerak. Va ming tez almashgani bilan hali bizada bunchalik texnologiya rivojlanmagan, ya'ni hashcatdan-da tezroq ishlaydigan texnologiya hali aniqlanmadi. Ya'ni hashcat nima qiladi? U tayyor ticketni oladi. Ticket olingan, hash olingan va uni o'zini word listidan foydalanib brute force, ya'ni crack qilishga harakat qiladi. Ya'ni word listdan foydalanib, kompyuterning o'zini xarakteristikasidan foydalanib crack qiladi. Matematik amallar orqali. Biza brute force qilsak, bu bittalab parolni targetga so'rov yuborib, mana shu user va mana shu parol deb so'rov yuboradi va hamda o'sha parol qaysi bir plyus qiymat qaytarsa, o'sha to'g'ri, okey. Hashcat unaqa qilmaydi. U shunchaki hashni oldik, olgan hashimizdan crack qilib beradi bo'ldi. Demak, okey, hashcat juda tezroq kompyuterimizni xarakteristikasiga qarab tez crack qilib beradi. Demak, hashimiz mana shu va uni paroli 101 music. Ya'ni mana shu userga shu parol qo'yilgan ekan. Endi parolni crack qildik. Parol bilan evil binary endi ularni ko'ramiz. Demak, evil binary beraman, optioni bilan IP berishim kerak. Okay, IP ni keyin beraman. -u bilan user ismini -p bilan p password yozib qo'yaman. Hop, demak, IP nima edi? Userni berishimiz kerak. User bizani hop, user bu yoqqa saqlangan ekan mana. User b.labs.
Enter bosamiz, Evelyn endi ulanamiz agar ulash amalga oshsa. Okey, nega ulanmayapti? Hop, nmap resultimiz qani bizada? Hop, Evelyn endi ulanish uchun masofadan login qilish uchun, ya'ni shell olish uchun Windowsdan bizada portida hop, Evelyn porti each port is Evelyn. Alright. 5985 port. 5985 ochiq bizada, demak Evelyn endi ulana olamiz. Hop, nega userga ulana olmadik? Okey. Balki bu user o'sha login qilib bo'lmaydigan user bo'lsa kerak. Hop, userni credentiallari bilan targetda endi credentiallar bor, user bor. SMB ga ulanib ko'ramiz. SMB men qo'yaman. Yuklansam, SMB client dash fail bilan list qilaman. Definition kiraman. User dash user version kerak. Paroliga principal music. Demak, bizaga kira oladigan share fayllarimiz mana bu. Hop, bular default o'sha built-in share fayllar va bularga kira olamiz. Buni ichidan default fayli topiladi. Buni birortasida zero fayl bormi? SMB client bilan ulanib ko'raychi. HL slash IP beraman. Demak, menga birinchi admin listiga ulanib ko'ramiz. IT shu bilan qilaveramiz. Parol aniqlandi. To'g'rimi? Birinchi bir music. Okay, dash u dash n. Yo'q, dash l emas, o'zi. Dash l emas, shunchaki SMB client bu list kerak emas, shunchaki ulansin. Empty status access denied. Demak, access denied olmadik. Xo'p, nima qilsak bo'ladi? Qanaqa portlarimiz ochiq bo'lsa-da. Xo'p. Bu yoqdan haliyam brute force bo'lyapti, lekin bizga brute force olmaydi. O'sha expire bilan parollar aniqlanib qolishi mumkin. Xo'p. Biz u g'oyaga keldi. Ya'ni password policy'ni aniqlash. Hozir mana bu parol qo'yilgan. Bu qanaqa policy bilan bu userga qo'yilgan? Balki policy'ni aniqlab olsam, boshqa userlarni parolini string qilishim mumkinmikan? Yo'q. Buning uchun userni aniqlashim kerak bo'ladi. Xo'p, L debdi.
Adobe Search'da user knowledge bilan tizimdan ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Ya'ni bizada hozir user bor, parol bor va ldebda boya anonimus bo'lib ololmagandik, balki user bilan ola olamiz. Demak, ldebni yana optionni qidirib ko'ramiz. Demak, ldeb ish bilan IP berardik. Demak, ldeb // IP keyin DHT bilan domain beramiz. User bilan, o'sha domendagi user bilan domainni nomi. Demak, bizada domain user b.levis nomli user bor. Endi bizada kuchukcha bilan bu user qaysi domainda? Demak, bizada domainni nomi controller.nix midi? Controller.nix deb adashmasam-da, control.nix. Okey, keyin -w bilan password beramiz. Bizni aniqlangan password. Okey, 101 music. Faqat buni qo'shimcha berishim kerak. Demak, -b bilan boyagidek bizlarni hammasini aniqlab olsin. Demak, bizning domain kontrollerdagi control domainidagi yana dc nimani nix subdomaini bor. Demak, mana shuni old error deydi ldeb // b.levis control okey, qiziq ma'lumot chiqmadi. Userlarning nomlarini aniqlolmadik. Hop. Yuzishda domainni ham, ya'ni username bilan domainni ham bittalik qavsda olishimni ko'rsatyapti. Aytyaptiki, bittalik qo'shishni ishlatib ko'raman. Ishlamadi. Doimni qaranglar. Bunaqa option DHPdan keyin teng yozilmasdi-yu. Okey, yaxshi. Demak, bizada ma'lumotlar chiqarib berdi. Ya'ni bu qancha ma'lumot chiqarib tashlabdi-yu. Bu hozir qanaqa ma'lumotlar? User policy'lar, group policy'lar, keyin username'lar, ya'ni o'sha domaindagi username'lar, group name'lar va hamma o'sha domaindagi hamma ma'lumotlar mana shu yoqda database'dagi, to'g'ri, base'dagi hamma ma'lumotlarni hozir list qilib chiqarib oldim. Bizga ortiqcha ma'lumotlar kerak emas. Men bu chiqayotgan natijani hammasini bitta faylga saqlab olaman. Misol uchun ldeb.txt faylga saqlab olaman hammasini. Okey, saqlab oldim. Get ldeb.txt get ldeb.txt beraman. Mana hammasi saqlandi. Menga kerak hozir username'lar qaysi birida turibdi. Demak, mana shuni o'zi bitta user uchun berilgan policy, grouplar, yana qo'shimcha ma'lumotlar hammasi mana shu bitta user uchun. Tepadagisi esa bu boshqa user uchun. Demak, mana shu bitta userni men username xatti turibdi hozir.
Axel will give name. Huh? Listing when created has been created. Change it. Axel UID'si bor ekan, okey. User account control. Demak, A.Hanson nomli user aniqlandi. Demak, user name'lar nimaga saqlanyapti ekan? See Emma account name. Mana shu qismga user name saqlangan. Demak, men nima qilishim kerak? Grep qilishim kerak. Mana shu narsani qaysidanki L debman. Buni hamma user name'larni chiqaradi. Demak, bizda administrator, GUID bu built-in userlar va controller KRBTGT nomli userlar bor. Bular hammasi built-in va mana bu yerdan pastdagilar esa bular tizimga o'sha admin domain kontrollerga qo'shilgan userlar. O'sha ishchilar desak ham bo'ladi, o'sha kompaniyadagi yoki bankni ishchilari. Demak, Levi nomli ishchi, Levis biza B.Levisni aniqlagandik, to'g'rimi? Demak, mana shu user chindan ham kompaniyada bor ekan. Lekin login qilib bo'lmadi. Okey, endi biza userlarni bitta faylga saqlab olamiz. Password spray userlarni brute force qilish uchun. Okey, demak, echo bilan user nomini olaman. Saqlayman. Buni bitta user nomli txt nomli bitta faylga saqlayman. Demak, ikkinchi marta faqat davomidan saqlasin, chunki o'chirib yuboradi. Linuxda bilasizlar. Hop, demak, B.Lewis saqlasin. Keyingisi clean. Okey, saqlasin. Oh, saqlasin. Keyin Petrov. Okey, saqlasin. Ya, saqlab qo'ysak. Demak, get user txt qiladigan bo'lsam, o'sha 5 ta userni saqlab oldim. Va men endi nima qilaman? Mana shu 5 ta user uchun bu yerda brute force adashmasam yoqib qo'ygandek esinglarda bo'lsa, mana bu yoqda brute force yoqib qo'ygandik. Qaysi user uchun bilmaymiz, lekin parolni aniqladik. Rokuda brute force yoqib qo'yganmiz, parolni esa aniqlab bo'ldik, o'sha hashga crack qilib bo'ldik, hashni. Endi mana shu comment bilan, mana shu commentni kopiya qilib olaman. Mana shu commentni qolgan userlarga ishlatamiz. Chunki bizga user name'lar aniqlandi. Demak, bu userga, bu user uchun bitta sessiya ochaman, bu user uchun. Bitta sessiya bu user uchun 5 tani. 5 ta edi, bittasini parol aniq, demak bittasiga ishlatamiz. Demak, 4 ta sessiya ochildi. Demak, endi qiladigan ishimiz Leviga, chunki Levi parolni bilmaymiz. Okey, demak B.Levis emas, endi Levi. Brute force qilsin va grep qilib plyuslarni tutib olsin. Clean'ni brute force qilsin va natijasidan plyusni tutib olsin. Yana bir ish ochib qoldim. Turibdi. Levi. Nima bo'ldi? Track map exec, XMB, continued success. Hozir targetga. Keyin o'chib qoldi-yu. Destination was uncharable. O'zimizda ko'chaga chiqib ketishimizga ping bormi? Ping bor, demak targetda nimadir bor. Targetni reset berishimga to'g'ri kelyapti. Video cho'zilib ketdi, manimcha. 1 soat bo'libdi. Okey, bu yongunicha men videoni to'xtatib turaman.
Hop, targetim yonmaydigan bo'lib o'chib qoldi to'g'rirog'i. Qayta yo'qolmay qoldim. Va qaytadan reset berishga to'g'ri keldi va reset berib tashladim. Va endi IP'si ham o'zgarib ketib qolibdi. Ustida Scandeshell Grep 08 deganimda 120 IP yopti. Oldin nechinchi IP? 12 IP'si degan oxirgi. IP'ning oxiri 12. Okey, endi brute force'ni qaytadan qilamiz. Faqat IP'ni o'zgartirgan holatda. 120. Okey, brute force qilsam 123 brute force turibdi уже. Buni ham brute force'ga qo'yib qo'yaman. Yo'q. Bu Bill Levis emas. User o'zgartiray. Bizda topilgan userlar qaysi edi? Demak, Levis, Clean, Patrick. Clean'ga brute force turibdi. Buni esa Patrick'ga qilamiz. Oxirgisini esa endi nima qilyapman? Men mana shu topilgan 5 ta userni 4 tasiga brute force qilyapman. Chunki bittasini parolni o'sha topib bo'ldim. 4 ta user uchun parolni aniqlashga harakat qilyapman. RockUTXT'dan foydalanib brute force'ni boshlab qo'ydim. Ancha vaqtni oladi, chunki RockU'dan foydalandik. Hech qanaqa hashni olib turib crack qilmadik. RockU'dan foydalanib brute force yoqib qo'ydik. Bitta hashni olib ko'rishga harakat qilish kerak. Aytdim. Kelinglar shuni qilib ko'ramiz. Hashni olib ko'ramiz. Demak, qaysi comment bilan hashni olgandik? Mana bu commentni qaytadan ishlataman, faqat mana bu userlarga. Demak, bizada bor userlar qaysilari? Bill Levis. Buni hashini crack oldim, crack qilib ko'rdim, paroli aniqlandi. Va bizada keyingi user, keyingi topilgan user bizda qaysi edi? Uchun Levis qildik, Levi. Bizda o'zi Leviga bitta shuni bitishini men ticketini olishga harakat qilmoqchiman. Ticketni olib bo'lmadi. Does not have recurrence pre-auth. Ya'ni bu user autentifikatsiya qilinmagan ekan tizimda va ticketini olib bo'lmadi. Agar tizimga autentifikatsiya qilinganda o'rtada ticket almashgan bo'lardi va o'sha ticketni biza o'g'irlab olib o'rtada turib, o'g'irlab olib uni crack qilib qilsak bo'lardi. Lekin o'rtada hech qanaqa ticket almashmagan ekan bu userda. Hop, boshqa userlarga ticket almashgan tekshirib ko'ramiz. Petrovni tekshirib ko'raman. Okay. Mana ularni unda ham ticket almashgan. Hop, mana ularni parolini bitta qarab qo'yaylikchi, parol chiqib qolmabdimikan bizada. Bugunga tushmaydi bu. Hop, demak, Hansen ticketini olishga harakat qilamiz. Bu autentifikatsiya qilgandir har holda. Hop, demak, Hansen uchun qilaman. Yo'q. Bitta imkonimiz qoldi. Faqat brute force. Ya'ni 5 ta user bor. 5 ta userdan faqatgina bittasi Levis useriga autentifikatsiya bo'lgan kimdir tomonidan va u ticket olingan. O'sha ticketni biza Kerberos'ni databasedan oldik, kesib oldik to'g'rirog'i, ya'ni o'g'irladik va uni crack qildik va parolni aniqladik va o'sha parol orqali endi boshqa userlarni aniqladik. O'sha parol orqali tizimni enumeration qilib, ya'ni tizimni sanab chiqib, tizim haqida information gathering qilib, tizimdan ma'lumot olib, userlarni aniqladik va o'sha userlarni endi ticketini olishga harakat ko'ruvdik. O'xshamadi. Endi birdan bir yo'limiz o'sha brute force natijasini kutish demoqchi edim. Bam, parol aniqlandi. Zo'r. Demak, biza
Kim user? Levy'ni parolni aniqladik. Uni paroli esa password 1 ekan. Juda ajoyib, juda ajoyib. Ctrl C ni bossam ham bo'ladi. Menga shuni o'zi yetadi. Expire bo'lgan parollar kerak emas. Python kodni buzib yubordim. Ishlab turgan narsani buzish yaxshi emas. Okey, parola password 1. Levy. Demak, Evil Winaremni ulanamiz. Demak, Evil Winarem bu Evil Winarem ulanib ko'ramiz. IP'sini to'g'ri yozishim kerak. IP'sini men 10 251 232 va IP'si 120. Okey, bizada keyin dash u bilan user berilardik. Demak, user keyin beraman, dash p bilan passwordni beraman. Username meni Levi. Demak, Levi user bilan login qilamiz. User Levi, parol password 1, IP esa mana bu. Yaxshi. Login qilamiz va tizimdan shell oldik. Va tizimga muvaffaqiyatli login qildik. Hali bizni bu tugadi degani emas. Biza hozir qizig'i topilishi kerak bo'lgan ikkita flagdan bittasiga yaqin yo'lda topdik. Ozgina yo'l qoldi yana bittasiga. Qiziq, hali root flag turibdi. Ya'ni admin chiqishimiz kerak. Butun boshli kompaniyada hozir biza kimmiz? G.Levy. Xuddi bu butun boshli kompaniyada hozir biza call operator bo'lgandek gap. Call operator kompyuterni buzib kirgandek gapda bu biz. Shuning uchun endi bilan oshirib sistem admingacha chiqishimiz kerak bo'ladi. Demak, qo'y user flag deganda uzr birdan privilege escalation ochdik. Demak, user desktopida bo'ladi dedim. Bu bizga berilgan hint, ya'ni odatda flag xatda turishi imtihonni boshida aytiladi. Demak, type user type type olaman va bizda birinchi flag topildi. Endi UMI dash all qilsam bo'ladi yoki free qilsam bo'ladi. Okey, dash all qildim. Men nimalarni ko'ryapman? User information, demak username o'sha control domain, ya'ni Active Directory'dagi control domain'dagi G.Levy nomli user, uni SID'si security identifier'i mana shu SID'da ekan. Demak, SID'si 1.3. Endi qaysi gruppalarga a'zo bo'lganini aniqlasak bo'ladi. Demak, everyone gruppasida bor, u doim hamma bo'ladi unda. Remote management users, ya'ni remote management usersda biz hozir RDP, ya'ni remote desktop orqali ulana olsak bo'ladi bu gruppa orqali. Expert RDP qilib ko'rsak bo'ladi. Okey, u shart emas, chunki shadow bo'lganimiz. Demak, users gruppasida bor. Okey, yaxshi. Pre-Windows 2000 compatible access. Okey, bu oddiy qiziq emas. Demak, network yaxshi. Endi network group nimaga kerak? O'sha domindagi domain network orqali bo'ladi, ya'ni Active Directory networkdagi tarmoqdagi qurilmalarni bittaga bog'lash, bitta umumlashtirish, hamma butun boshli domain ostidagi hamma PC'lar, hamma kompyuterlarni bitta qilib bog'lash uchun kerak. Va uning uchun biz network gruppasiga a'zo bo'lishimiz kerak. Okay, authenticate users. Okay, this our organization and tell them authentication qizuv medium plus level. Okay, demak, machine account privilege, set change, notify privilege.
say increase or privilege. What privilege? Increase working set privilege. Reverse checking. Okay, 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 okay. Sure. Does that normal? Let's addition. How long for Uçak olsa exterior, silgi güçlemeyin, doimiydi bir cüzdanı, bir cüzdanı so'zlashtir va boshqalar. Xo'p, nima qilsak bo'ladi? Xo'p, privilege escalation uchun bizada hozir C impersonal privilege yo'q. C backup privilege yo'q. Hech qanaqa NTLM hech qanaqa crack qilolmayman va hech qanaqa principal yoki sigma potato exe bilan bir sistemga o'tolmayman. Nima qilsak bo'ladi? Bloodhound, ya'ni so'hbat esimga kelib qoldi. Bloodhound nomli to'g'ri dastur bor. U dastur nima qiladi? Tizimda tizimda o'sha Active Directory'da biz o'tganimizda, hack qilib Active Directory'dagi domainlar, hostninglar va boshqa ma'lumotlarni olishga harakat qildik LDAP'da, to'g'rimi? Bloodhound'da tipa shunaqaroq dastur. U nima qiladi? U hech qanaqa bizga hech narsa kerak qilib bermaydi. Hech qanaqa hech narsa olib bermaydi. Hech qanaqa parollarni topib bermaydi. U shunchaki bizga group policy'lar, qaysi gruppada qaysi user a'zo. Hozir men Active Directory'da qaysi gruppada a'zoligimni bilmayman. Bloodhound orqali aniqlab olsam bo'ladi. U qanaqa ishlaydi? Adashmasam ishlashi hop. Bloodhound nomli dastur exe fayl. Uni targetga hozir o'tkazib olishim kerak va uni ishga tushirishim kerak. Uni ishga tushirganimda menga JSON fayl yaratib beradi. O'sha JSON faylda hamma Active Directory bo'yicha ma'lumotlar yozilgan bo'ladi. Men o'sha Bloodhoundni topishim kerak. Bunaqa bor endi. Bloodhound exe'da to'liq qanaqa yozilishi bilmadim. Exe Spectre Bloodhound Legacy Degrees Domain Bloodhound nomli tool bor ekan. Voy, bu adashdim. Bloodhound emas edi nomi. Sharphound. Sharphound nomli dastur. Sharphound exe Sharphound nokta exe. Demak, odatda Kali'da doim bo'ladi, chunki Kali pentesterlar uchun qilingan distribution va unda o'sha PowerShell, PowerShell, Metasploit ichidagi ba'zi bir skriptlar, payloadlar hammasi o'sha Kali'da bor. Bu dasturimizda ham Kali'da bor. Bu dasturni men kopiya qilishim kerak. Mana shu yerga kopiya qilishim kerak. Sudo bilan qiladi. Chunki bu user share'ni ichidagi narsa. Rootniki. Okay, kopiya qildim. ls hop, kopiya qo'ydim. Buni ham yana kopiya qilishim kerak. Copy Sharphoundni
Sharp sharp count exeni qayerga? Kontrollerni ichiga. Sorry, controller. Std controller kiramiz, ls. Demak, sharp count exe bor. Okay. Men hozir shuni xato. Okey, mana bu ada ikkinchi ekan. Men buni shellni sal boshqacharoq qilishim kerak. Hop, shelldan chiqib ketaman, kodni kopiya qilaman va mana shu sharp count qayerda turgan joyi bo'lsa, o'sha ebluylarini kirib olaman. cd mana shu hech narsa yo'q bu yerda. Okey, mana shu bu meni o'zimni holim. Katta ehtimol bilan permission bu yetadi narsa yaratishga. Bu yoqqa upload qilaman. Nima? Mendagi sharp count.exe ni. Okey. Ya'ni mendagi sharp count.exe ni bu yerga upload qilyapti. Hozir demak, upload qilib bo'ldi. Successful bo'ldi. Dir qilaman, sharp count.exe turibdi shu yerda. Demak, nuqta slash bizga sharp count.exe buni ishlatishga yuzuvchi bormi yoki o'zini ishga tushirishim kerakmi? Xo'p, yuzuvchini qilib ko'ramiz. Demak, yuzuvchi bor ekan. Demak, HC bilan all, ya'ni hammasini domindagi qaysi domain? Control.nix domain. Ya'ni buni vazifasi sharp count exeni vazifasi HC hammasini all qaysi domain control.nix nomli domaindan hamma narsani ol dedim va bu hozir hamma ma'lumotni yig'adi. Prям policylarni, gruplarni, qaysi user qayerda turgani hammasini aniqlaydi. Va men o'sha men turgan yuzerni haqiqiy ma'lumot yig'ib, shu yuzerda qanaqa gruppaga a'zo, nimalar qila oladi domainda, men o'zi kimman domainda, ya'ni o'sha aytganimdek operatormanmi yoki IT otdelda ishlaymanmi, shunga o'xshash narsani aniqlab beradi. Okey, buni natijasi chiqib ko'ramiz. Okay. Oxirida hammasi yozilmagan bo'lsa natijasi chiqishi. Xo'p, nimalarni o'zi olib LDAP channel closed waiting for customers. Objects finish initialization shutdown. Okay, finish it. Bu ancha ma'lumotni topib olish kerak desam. Demak, mana bu dasturimizdan ham result chiqdi. Sharp count exeni result chiqdi. Ya'ni control nix domenidan hamma ma'lumotlarni olib chiqarib chiqdi. Xo'p, demak, bu qanday ishlaydi? Bu ishga tushgandan keyin o'sha hamma ma'lumotni yig'ib, bitta zip fayl qiladida, uni ichiga JSON fayllarni hammasini joylashtiradi. Mana o'sha zip fayl, mana bu va buni men o'zimga download qilib olishim kerak. Download. Okay, download. Qoldi download successful bo'ldi. Endi exit qilib chiqib ketsam ham bo'ladi. Endi dir zip
qilamiz, videosi bor, mana zip qilamiz demak. Mana bu. Demak, bunchalik aytib qo'yganmanki, menga bir to'da narsalar chiqarib beradi. Computer.json, containers.json, domains.json, group, GPU, uh, group policy, group policy.json, ya'ni group policy'lar haqida json fayl, groups haqidagi va hours kattaroq qilmasam bo'lmaydi. Mana shu json fayllar chiqdi. Bizga kerakli json fayl mana bu. Va bu nega bu ikkalasini tanlab olyapman? Chunki bulut ham zip kerak emas. Kompyuter json, bu yoqda kompyuterlar nomi, kompyuterlar haqidagi ma'lumotlar, ichidagi ya'ni policy'lar kompyuterlarga berilgan. Konteynerslar, emas, domainlar, domainlar haqida ma'lumot katta ehtimol bitta narsa turadi buni ichida. Chunki bitta domain bor. Group policy'lar haqidagi ma'lumot, groups haqidagi ma'lumot, hours, kerak emas bular users. Ya'ni mana shu users haqidagi ma'lumotni olgan holatda, groups haqidagi ma'lumotlarni olgan holatda ikkalasini solishtirib ko'rib, misol uchun men turgan user qaysi gruppaga agar men turgan user qanaqadir backup admins gruppasiga yoki administrator gruppasiga a'zo bo'lib qolgan bo'lsa, backup admin gruppasi a'zo bo'lsa, biza hech qanday crack qilib olishimiz mumkin. Ya'ni dump qilib, extract qilib crack qilsa bo'ladi NTLMda. Или agar administrator gruppasi bo'lsa, birdaniga admin bo'lib ketsa bo'ladi degan. Demak, men bu ikkita jisonni katta qilib o'qisam nimalar chiqadi? Cat ortga olsam bir to'da ma'lumotlar ko'rinishda bularni ko'rish uchun Python server yozamiz-da. Json fayllarni chiroyliroq ko'rinishda Python 3da Python server yopib http server 83 bitga yopib qo'yaman va brauzerda localhost qilib ko'raman. Json formatdagilarni brauzerni o'zi chiroyli variantga olib keladi. Demak, localhost enter bosamiz mana. Hop, bizga kerak bo'ladigani bizga kerak bo'ladigani groups bilan botdan esa users. Demak, ikkalasi ham mana ko'rishingiz mumkin. Chiroyli variant bo'lib keldi. Hop, menga groupsni ichidagi kerakli group kerak, ya'ni qanaqadir privilege yuqori bo'lgan, permission yuqori bo'lgan group kerak. Misol uchun administrator gruppasi yoki bo'lmasa backup gruppa. Hop, demak, bizada bu yoqda hech narsa yo'q deyarli. Groups, right, DSL owner, right, DSL owner, generic roles, domain admins gruppasi, grupni CID'si, okey. Shartamiz. Hop, 500 CID bilan user gruppasi. Endi user gruppasi odatda 500 CID bo'ladi, aniq 512 CID bilan gruppa bu, gruppa nomi. Okey, password tushamiz. 519 bitta CID takrorlanyapti. Right, generate right. Okey, bu qanaqa ko'proq ma'lumot bor ekan. Demak, CID'si yo'q, okey. RID'si yo'q, to'g'rirog'i. Right DSL, right owner, right DSL. Birinchi chiqish kerak endi ma'lumotni.
Endi shunaqa faqat ko'proq ma'lumot beradi qiziqarli. Chunki bu yoqda hammasi bir xil bo'lyapti. Pastga tushsa hech nima pastdan tepaga qarab scroll qilamiz. Bizada UID'si ya'ni yuqori privilegedli userni UID'sini aniqlab groupni UID'sini aniqlab olishimiz kerak maqsad. Yuqori privilegelisi bormikan? Remote RDC t-shirt emas, okay. Men o'zimni yuzerimni aniqlab olishim kerak bitta. Lozim. Hop, yana bilaman. Bir maqsad ochdim. Qo'yaman. Slash all. Yo'q, mana shularga meni o'zini yo'q. O'zini UID'sini qo'yib qo'ysak. UID'sini kopiya qilaman. Browser kiraman. User ko'taman. Control F qilaman. Faqat bu yoqqa tashlayman. Okay, demak object identifier bu userni RID'si, SID'si to'g'rirog'i. Oradagi SID. Hop, demak mana bu userni SID'si. Uni o'sha qo'ymaydi, show bilan ko'radi. Hop, right name, principal type, principal ISD, true right name, all exempt rights. So demak principal all accepted rights. Please, all directory GUID combined with new class with a video extended. Privilege of user takes user account. What? Bu bu privilege katta ehtimol bilan yuqori privilege ekan. Xo'p, mana shu privilege principal SID'sini olaylik-da. Bizda kimlar bor shunaqa ko'rgandek bo'ldim. Unchasi qilib ko'ring.
И zo'rg'a qoldim. Ya'ni Google'da rezultiga qaraganda bu yuqori privilege ekan. Men paket orqali paket orqali object password resets passwordlar reset DCECT domain object domain root значит DC sync application changes also application password keys secrets ya'ni mana bu privilegim bo'lsaki man parolani hashini dump qila olarkanman. Qizig'i all extended rights bu name ostida, ya'ni mana bu name ostida right name ostida shu privilege bordi. Значит, bizni bitta DCSync nomli privilege ham bo'ladi va bunda hashlarni dump qilsa bo'ladi. Xo'p, demak, paket orqali biz dump qilishga harakat qilamiz. Demak, paket secret dumps bilan hashlarni dump qilsa bo'ladi. Qayerdanki control.nix domain ostidagi j.levi useridan foydalangan holatda uni paroli password bir kuchukchadan keyin yoqqa domain name berish kerak. Domain name'ni man IPga bog'lamadim, name resolution qilmadim. Sudo nano etc hostga saqlayman mana buni. Bizda domain name mana bu. Buni hostga saqlaymiz. Control.nix saqlangan ekan. 120 IP beraman bunga. IPsi 120. Control.x hop endi shu yerda password bir kuchukcha yozib beraman. Paket beraman. Kuchukcha controller paket secret dumps yo'q. Nega yo'q? Packet secrets dump about secrets this is nomli privilege ishladi va biza mana bu tool orqali packet secrets tool orqali dump qildik. Ya'ni biz nima qildik? Kerberosga login qildik. Login qilganimizda biza autentifikatsiya qilib secret dumps orqali paketni secret dumps orqali parolani hashini oldik. O'sha Kerberos bilan oldik. Bizda qanaqa privilege bor edi? DCSync privilege bo'lganligi uchun secret dumps bilan hashdan oldik. Domain name
IPga bog'ladim, parol berdim, user berdim, domain nomini berdim va hamma heshlarni oldindan qoldim. Bu yoqda hozir yuzerlar, hamma yuzerlar heshlari Petrovniki, Hansen'niki, bularga login qilsam ham bo'ladi. Menga eng keraklisi mana bu administratorni heshi. Administratorda heshi, ya'ni uni o'sha RID'si 500 va mana bu ikkita nuqtadan keyingi qiymat bu hash hisoblanadi. Bu Windows'da hash, Enter'dan hash. Buni olaman va Evil Binarium'da hash bilan adashmasam login qilsa bo'ladi. Evil Binarium'da hash I bilan IP beriladi. IP'mizni nima deymiz? IP berishimiz ham shart emas. Controller nuqta control nuqta mix dash u bilan administrator dash each bilan hash beriladi. Hashni ustma o'chirishim kerak va tizimga kiritib qo'yaman. Administratorman, control, ya'ni biza maqsadga erishdik, ya'ni tizimda domain kontrollergacha chiqdi. Domain bizga administrator bo'ldi. Biz system administrator. Xo'p, bizning maqsadimiz quyiga topshirdi. CSS bir agar root flag bo'lsa, bu root flag shotda va root flag olindi. Va videomizni ham shu tugatamiz. Video cho'zilib ketdi. 1 soat 42 minut bo'lib ketdi videomiz. Bunga o'sha Active Directory'ni qurib ko'ramiz. Qo'lda nimaligini o'rganamiz. Active Directory nima o'zi, bu safar hech qanaqa meshimiz faqat bu safar quramiz. Shuncha paytda faqat meshimiz yotdik. Endi bitta qurib ko'ramiz. Mana root va user flag topildi. Tizimni egasigacha, ya'ni tizimdagi eng yuqori usergacha chiqdik, domaingacha, domain kontrollergacha va Active Directory tugadik. Biz o'rgangan narsalar nimalar bo'ldi? Hashlarni dump olish, ticketni dump olish, crack qilish ticketni, enumeration userlarni aniqlash, brute force qilish va Active Directory tugadi. Demak, keyingi videolarni kutib qolinglar va sog' bo'linglar.